Muhammad Yoqubov texnik nokaut ajoyib g'alaba. Ajoyib g'alaba Furqatbekdan. Mana takroriy lavhalar. Bu vaziyatdan tura oldi, mana bu haqiqiy kelsa barchasiga yakun yasadi. Vazn qanchalik yengil bo'lmasin, zarbalar baribir og'ir. Ha, albatta. Furqatbekda nokautdorlik qobiliyati bor albatta. Demak, g'olib rasmiy tarzda e'lon qilib beriladi. Messi qo'llarini ko'tarib qo'yadi. Arena esa mamnun, albatta. Yorqin nokaut bo'ldi chunki. Ushbu jang g'olibi в данном поединке TKO победу техническим нокаутом одержал afsonalar vodiysi Namangan Furqat Yoqubov. Furqatbek Yoqubov g'alabasini nishonlayapti. Kecha matbuot anjumanida aytib o'tgan gaplari yodingizdami? O'sha kameraga qiziga ertaga Popkornni tayyorlab, jangimni tomosha qiladi va g'alaba qozonaman deya aytib o'tgan. Furqatbek Yoqubov. Без комментариев. Твой момент. Assalomu alaykum O'zbekiston. Ishoninglar, mana shu sizlarni bog'ligini shunaqa kuch berdi. Hayotimda bunchalik zaryadli chiqmaganman. O'zbekiston sizlarga rahmat. İşoninglar, ana bloger emas, rostakasi paytlar shou qilishni biladi. Lekin biz seryoz bolalarni urib, keyin gapiramiz. Biz ham gapirishni bilamiz. Endi nima endi? Voy, nima kerak bo'lsa, biz sho'tamiz. Avvalambor prezidentimizga rahmat. Qolaversa shu tashkilot rahbari, meni ustozim Jasur aka bilan tushunishinglar uchun birga boshlaganman. Yosh bola bo'lganman. Jasur aka kelamiz yurardik. Jasur aka ovqatlarimga pul berardi, metroga bolaga pul berardi. Biz podvolga chiqardi, to'lab qilib yurardik. Jasur akaga hech kim ishonmasdi. Lekin mana Jasur aka mehnat qildi, o'z ustida ishladi va trener bo'lgan nimadir darajaga yetsa bo'lishini odamlarga ko'rsatdi. Qolaversa, kecha kim esda bo'lsa, men farzandim haqida gapirdim. Доча, твой отец выиграл бой. И эта победа для тебя. Ты не забывай, что твой отец борется каждый божий день, чтобы ты улыбалась. Твой отец любит тебя. Не забывай. И, конечно же, Otajon, sizga ming rahmat. Shunchalik tarbiya qilganingizga ishoning, yaxshi kunlar endi keldi. Hammasi oldinda. Amin, rahmat. Ustozim Husan aka, rahmatli Hasan aka, sizlarga rahmat. Abdulmalik, огромное спасибо. Mirko, отдельно shu bola bilan hamma taktikani shu bola bilan tuzamiz. Endi hamma O'zbekiston, hammaga rahmat. Sinfdoshlarim ham shu yerda.
keyin Muxtor degan o'rtog'im har bitta men beslashashimda yonimda turdi. Sizga ham rahmat. Endi ozgincha ingliz tilida. Hey guys, listen. Look at me now. 125. Hey Dana, McMahon. Every time I told you, when I'm good, no one can stop me. This guy, 1806, he's a double champ. He not make 2.5 kg, but I still fight and I still smash him. That's why, what you want? Just call me and then I give you the best show ever. Xonimlar, janoblar, Furqonbek Yoqubov Danavoyevga murojaat bo'ldi hozir. Men mana bu yigit, ya'ni raqibini maqtab o'tdi va men uni ko'rdingiz qanday holatga soldim. Menga shunchaki qo'ng'iroq qiling va men shunchaki sizga qanday shou ko'rsatishimni o'zingiz ko'rasiz. I know my folks who said I got the medicine. I'm waking the top who can take my place. I went too hard, can't feel